ochilish marosimida yig'ilganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun mana Yangiyev shahrida Shukrona bog'i tashkil etilibdi. Hozir biz mana Navzobod mahallasidan bir guruh hayajonlar xalqlar jamoasi bilan tashrif buyurdik. Kelib ko'rib juda ham quvonchga to'ldi ko'zimiz. Juda ham baxtiyor bo'ldik. Bu yerda mana bolalar maydonchasi, sport maydonchalari, mana bu yerda yam-yashil daraxtlar, mana bu yerda karnaylar o'rnatilgan. Umuman olganda xalqimiz mana shu Yangiyev shahri ahllari madaniy hordiq chiqaradigan darajada juda ham chiroyli ko'rkam bo'lib tashkil etilibdi. Men istardimki, bizga boshqa mahallalar ham, mana shaxsan bizning mahallalar ham mana shunday bo'lishini juda ham istab qolardim. Ilohim mana shu gullab yashnayotgan mustaqil O'zbekistonimizga ko'z tegmasin.